4ta qo'ydan 8 ta qo'zi. Naqd egizakchilar, yiliga egizak tug'ib kelayotgan egizakchi bolali qo'ylarimiz. Har yili tug'ilgan egizak Abdullo. Har yili egiz tug'arkan hamma Har yili egizak tug'ilgan. Bir yili bitta, bir yili ikkita tug'mas ekan Abdullo. Bular hammasi o'zi yuzda tug'dimi aka? Hammasi shu yerda tug'di Abdullo. 3 kun, 4 kun oldi 5 kunlik Abdullo. 3 kun, 4 kun Eng oldi. kattasi 5 kunlik. 5 kunlik qo'zilarga. Olib, kim boqsa ham. O'zimizga telefon qilsa, o'zimiz qaytib olib kela olamiz yana. Bo'lasi. Qaytib olaveramiz. Sotgan qo'ylaringizni sotaman deganda o'zingiz ham olaverasiz. O'zim olaveraman. Bundan tashqari bu sotgan qo'yingizni, misol uchun sotmoqchi bo'lsa, telefon qilsa o'zingiz kelishib olaverasiz aka. Ha, kelishib olaveramiz. Ana akalar, bir xilga odam o'ting aka. 100 mingdan xabarni qilib beraman Abdullo. Ashin 300 dan 37 dan qilaylik aka. 3,5 dan demay, 37 ziyon qilmasiz aka. Endi 37 3,5 dan Abdullo bir yilga 3 oy to'g'ri qo'zilar ham sotilyapti Abdullo. Tepan endi bari talash olgan yetmaydi. 12 oylik qo'chqorlar bo'lsa 3 million yetdi. Qurg'onlikqa qo'chqor olib tashlab berman degan obunachilarimizga yemlashga tayyor qo'zi-qo'chqorlarimiz keldi. Avvalambor assalomu alaykum. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar va bizni muntazam ravishda kuzatib borayotgan tomoshabinlar. Barchangizga kun xayrli va barakotli bo'lsin deb bugun hafta kuniga shanba 5-aprel 2025-yil. Biz hozirda Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devo Tekstilni oldidan o'sha optimchilar, arzonchilar yig'ilgan mahalladan Qambarali optimchi akamiz xonadonimiz. Qambaraliga bormay aka. Salomatmisiz? Qalaysiz? Yaxshimisiz aka? Tumsiz aka? Obunachilarni o'ylagan holatda yemlashga tayyor qo'chqorlarni olib keldik. Ha, yemlashga tayyor, badani semiz qo'chqorlar olib keldik Abdullo. Video qarshi yaxshi o'ynashib olsin, lekin yaxshilab o'ynashib olsin. Xo'p, necha partiya qo'y chiqaramiz? 2 partiya qo'y chiqaramiz. Egizak qo'ylarimiz bor, mana qo'chqor qo'ylarimiz bor. Egizak bolali, a? Bolali. Egizak ona bola qo'ylar kelgan, keyin yemlashga tayyor qo'zi-qo'chqorlar kelibdi. Narxlarni xudo olsa atrofdan yengil qilib beraman deyaptilar. O'zinglar ham baho beringlar. Abdullo, badallari ham qoldirishni unutmanglar, hurmatli obunachilar. Bo'lmasa videolarimizni boshladik. Xo'p, qo'chqora bular aka hammasi. 8 oy ham qo'chqor, 8 ta soni Abdullo. 8 ona. Tishlarini ochinchi aka. Yemlashga tayyor. Yemlasa ham bo'laveradi, nima qilsa ham bo'laveradi. Xudo tishlar katta-katta olib tishib kelgan-a bular. 12 oy, 13 oylik qo'ylar Abdullo. Xo'p, bularda endi aka qo'ylar. 2-3 oyda xudo olsa yaxshi boqirsa tayyor bo'ladi. Qurban hayitga tayyor bo'ladi Abdullo. Hayitiga xudo gazlarni uzunligi tayyor bo'ladi mana. O'sha gaz uzun qo'chqorlar. Qo'chqorlikka deganlarga mana qo'chqorlikka ham aytaveradi Abdullo. Urug'liqqa? Ha, bular Abdullo qo'ziligida Tojikistondan kelgan qo'ylar. Qo'ziligida, Tojikiston, ha. Qo'ziligida ajraganda 3 oy chiroyli. Ha, ajraganda 2-3 oyligida o'sha tojik qo'ylar. Xo'p, sorti Tay Tojikistondan kelgan. Endi bular mana shu yerdan olishgan. Hurmatli obunachilar, o'zimizda O'zbekistonda havosiga ko'nikkan qo'ylar. Bo'lasa, olib borasizlar, boqib olasizlar, yo'tali kuchuklar bo'lmaydi. Abdullo badallarni ham yegan. O't. Ayoq qo'ymas. Yaxshi narsa. Bularda endi yedishlari qanaqa ekan? Xo'p, yedishlari hamma yo'g'i zo'r, xudo xolasa. Behijolat sinaqda. Behijolat. Bulardagi ikkovli chenalar bo'lganmi-ki, bo'lmaganmi-ki? Endi bo'lgan, yana bir qator o'zlari qildirib olishaveradi Abdullo. Ziyoni yo'q, ha? Ha, ziyoni yo'q uni. Ikkovli chenalar bir qator. Qo'chqorga hali dovuk oldi, umuman ziyoni yo'q. Qildirib yo'tali kuchukuri yo'qmi o'zi? Yo'q, yo'tali kuchukuri yo'q. Ichida hali qahramoni chiqib qolmaydimi? Gangir va shunaqalar yo'qmi aka? Yo'q. Garantiya sog'lig'iga hozir. Behijolat, garantiya. Hammasiga aytib berdi. O zag' boqilgan qo'y hali. Dehqon boqqan, biz olib keldik endi uni. Qo'ziligidan olib boqilgan, 5-6 oy boqilgan-da. Endi shunchalik qilgan, ha. Keyin Abdullo buni misol zavoq boqsa olib, kim boqsa ham o'zimizga telefon qilsa, o'zimiz qaytib olib kela olamiz yana. Bo'lasi. Qaytib olaveramiz. Sotgan qo'ylaringizni sotaman deganda o'zingiz ham olaverasiz. O'zim olaveraman. Mana shu qo'ylarda, boshqalarni ham-da misol. Maqsad unaqa qimmat sotish emas. Yo'q, qimmat sotish emas. Bu qo'y yaxshi qo'y-da, bu zoti toza qo'ylar. Bundan tashqari bu sotgan qo'yingizni, misol uchun sotmoqchi bo'lsa, telefon qilsa o'zingiz kelishib olaverasiz aka. Ha, kelishib olaveramiz. Ana akalar, hali bir xilga odam buni olganimizdan keyin qayerda sotamiz, qana sotamiz deb o'ylanishadi-da. Uydan chiqmay telefonni olgan odamlar aka. Qarang, bu oqda ham. Mana. Do'stlar, tavsiya qilib qolamiz. Qo'chqorni zo'rlari mana. Buni ham tishini ochib qo'ying, aka, tishlarini hammasi. Hammasi qo'zi o'zi. Ha, endi ishchakka o'tyapti-da. Xudo xolasa, endi tish yorishga kelgan. Ortiq tish yorib bo'ladi bular akalar. Behijolat Abdullo. 3 oyda o'zi aqib ketsa tish yoradi. Kim olsa ham xursand bo'ladi Abdullo. Yaxshi narsalar hammasi. Xo'p, aka bularda endi bir joyga olinsa, 8-10 shuni yemlab beraman deganga necha puldan berasiz? Xo'p, Abdullo oldi qo'shtisi yo'q. 4 milliondan jicha xabarini qilib beraman o'zlariga. Yashab onaga, to'g'ri, 4,5 o'tkazib deb turadi. Yo'q, Abdullo, mana misol maqsad tavchilik kelishiga qarab narx qo'yamiz Abdullo. Jicha qolsa davr sotamiz Abdullo biz.
Dunyo qo'ymaymiz O'tirgan joyi Abdullo. bormi? O'zlar yo videoda o'tib Necha o'ting aka? 100 mingdan har unaqa beraman Abdullo. Ashin 300 dan 37 dan qilaylik aka. Yo'q, Shu yarimdan nima? 37 ziyon qilmaysiz aka. endi 37 3,5dan Abdullo bir yilga 3 oy to'g'ri To'g'ri. qo'zilar ham sotilyapti Abdullo. Tepan aka endi bari talash olgan yetmaydi. 12 oylik qo'chqorlar bo'lsa 3 million 900 dan yana 37 dan yana 37 yo'q, ketdi yo'q, aka. yo'q. Keling. Abdullo. 37 dan qambar aka. Keyin Abdullo vesi ham joyida qo'ylar. Ali Xo'p, trivesi necha kilo atrofida shunisini aytib berdi. 55 kilo plus minus Abdullo. 55 kilo plus minus akalar mana. 55 kilo plus Amlari minus. ziyod ham keladi. Bu qo'zi basda taroziga kelaveradi xudo xolasa. Bir tavsiya, junlarini olib bersa bo'laveradi bularda. Ha, oldida o'shaveradi. Junlarni chiroyli qilib mashinalab qo'yaverasiz. Endi bir haftadan keyin oldirsan ham xudo xolasa. Abdullo Bir hafta 10 kundan keyin. oldilar. Mana shu tulayapti ekan bular. Yaxshi narsa. Keling 37 dan qambar aka keling bu oldi qochdik men. Abdullo 38 dan ketdi mana vodiy bo'ylab Toshkentgacha yetkazib beraman. 38 dan ekan. Barakasini bersin olinglar. 3 million 800 dan. 3 million 800 dan vodiy bo'ylab Toshkentgacha yetkazib beraman Abdullo. Yetkazib beradi. Hammasi qo'chqor. Soni ham ozgina Abdullo, misol 30-40 ta emas Abdullo. 8 dona. Ha, 8 dona. Xo'p, Bitta obunachimizni qo'y. Tanlab olganga necha puldan? Bitta, ikkita. Tanlab olganga 50 ming, 100 ming plus minus bo'ladi Abdullo. Uzog'i 100 ming a? Ha, uzog'i 100 ming Abdullo. 100 ming so'm razницasi qiladi. Xohlaganini tanlab olasizlar akalar mana. Tanlab olganga uncha katta razницasi qilmaydi. Pastki raqamga qo'yib chiqarasizlar. Mana bu oqda olaman deysa, misol oq ishqozlar ham borda, Oq misol ishqozlar, quvonliqqa boqaman, quvon hayitga so'yaman deganlar. Ha, quloqlar ham butun. 39 ga jo'natib beraman vodiy bo'ylab Toshkentgacha. Vodiy bo'ylab Toshkentgacha 39. Quloqlari butun ko'pini Abdullo. Bitta ikkitasini yana bor xolos. Xo'p, do'stlar, aloqaga chiqaverasizlar. Bitta ikkita ham sotib, 2 dona qo'chqorga joyim bor deganlarga 2 dona ham sotilaverar ekan. Mana shular tavsiya qilaman, to'g'risi hali jingalak qo'zidan olgandan ko'ra, jingalak qo'zi ham bu yil o'zi hali sutemga qo'zi ham 2 million bo'ldi-da, kami. Ayya. Hali boqaman deydigan misol uchun 15 kun, yemga 20 kunlik bir o'rgangani oylik ham 2,5 million bo'lyapti. 3 million yerda bo'lyapti qo'zini narxi. Shunaqa. Hali buni maqtash emas, maqsad sotish emas, maqsad shunchaki sizlarga narxlarni ko'rsatib beryapmiz. Buni misol uchun sizlarga olinglarda majburlanmayman. Bozor to'lab qo'y. Xohlasanglar uni oling, xohlasanglar bu tomoni plus tomoni qo'yga bir hafta garantiya beriladi deb ishiga. Abdullo atrofga solishtirib olishaversan Abdullo. Narxlarda aka. Atrofdan ozon bo'lsa, ozonki qimmat emas Abdullo. Narx xohlasanglar, bexijolat aloqaga chiqarasizlar. Bo'lsa keyingi partiya qo'ylar ko'rsatamiz aka. Egizaklar ko'rsat. Egizaklar ko'rsatamiz. Mashaalloh, hurmatli obunachilar, mana endi keyingi navbatda 4 ta qo'ydan 8 ta qo'zi. Men qaranglar mana. Shu o'ylayveringlar, 4 ta qo'y, 2 tadan tuqqanda yiliga 2 marta bola berganda 4 ta qo'ydan 20 ta qo'y bo'ladi yiliga. 16 ta bola tug'adi, 2 martadan bola berganda. Naqd egizakchilar, yiliga egizak tug'ib kelayotgan egizakchi bolalar qo'ylarimiz. Har yili tug'arkan egizak Abdullo. Har yili egiz tug'arkan ham bor ekan. Har yili egizak tug'arkan. Bir yili bitta, bir yili ikkita tug'mas ekan Abdullo. Bular hammasi o'zi yuzda tug'dimi aka? Hammasi shetda tug'di Abdullo. 3 kun, 4 kun oldi 5 kunlik Abdullo. 3 kun, 4 kun Eng oldi. kattasi 5 kunlik. 5 kunlik qo'zilarga. Shu kecha tug'ilganlari ham bor ekan. Ha, kecha tug'ilganlar ham bor. Mana sariq kecha tug'di Abdullo. Kecha tug'ibdi. Xo'p, bir bularda kunlik. hammasi ikkitadan aka. Hammasida ikkitadan Abdullo. Bittasida ikkita qo'chqor bola. Bittasi ikkita qo'chqor. Ha, bittasida ikkita sog'liq bola Bittasi Abdullo. ikkita sog'liq. Ikkitasida bittadan qo'chqor, bittadan sog'liq Abdullo. Ikkitasida bittadan qo'shib, bittadan sog'liq. Ha. O'shanda 8 ta qo'zda 4 ta qo'shib, 4 ta sog'liq bo'lar ekan. Ha, 4 ta qo'chqor, 4 ta sog'liq. 4 ta qo'shib, 4 ta sog'liq bo'lar ekan. Akalar mana tavsiya qilib bo'lamiz. Bular endi Ko'pchilik oqtarayotganlar qiynalib nimasiga o'sha bo'ylarni ko'rsatmay qo'yadi. Bo'ylari 80 dan baland. To'g'risi, 80 dan baland. Vesi ham zo'r Abdullo bularda. Vesi ham ortiq. Mana qo'zilar qaranglar akalar. O'zlar qarang. Uji mashina bir haftada uji bolalar, ma'lumlar ham o'zi ko'zga ko'rinib qoladi. Mana Abdullo. Hammasini bolaga qarov yaxshimi aka bolaga? Ha, bola Garantiya o'zini bolalari aka. Ambaral aka. Ha. Garantiya o'zini bolalari. Ha, yo'q, behijolat. Behijolat 100% garantiya. Yo'q. Moshani almashish misol uchun ajratib beraverasizlar. Ha, ajratib videosini tashlab beraveramiz. Misol so'raganlarga. So'raganlarga optim narx aytamiz-ku, lekin hali bitta ikkita olaman degan ham bo'ladi-da aka. Ha. O'shanga bitta ajratib ham berilaveradi. Kimgadir ma'nu yoqadi aka, kimgadir sarig'i yoqadi aka. Xo'p. Bu yellarni qaranglar akalar. Yellarni ham bitta ko'rsating haqiqatdan. Hammasini bitta ko'rsatib qo'ying, yellarni. Tavsiya qilaman, hammasini yellar katta ekan akalar. Mana bu orqadan yeyapti. Ya uni oyog'i sig'mayapti, jodiga ash qo'ydi. Do'stlar, mana bolani zo'r boqiydi, egizakchilar so'raganlarga mana. Yiliga 4 ta qo'y 20 ta bo'ladi. Xudo xolasa, yiliga 2 tadan tug'ib kelayotgan egizakchi qo'ylar ekan.
Bu 1 yilda 2 marta bola olsa bo'ladimi aka? Bo'ladi, Abdullo qo'chqorni zo'yini qo'shsa hozir qochadi qo'ylar. Qo'chqorni yaxshisini qo'shgan keyin enaga qarov yaxshi bo'lsa, Ha, qarov zo'y bo'lsa, inshaalloh bolani 2 marta olsa bo'ladi. Tavsiya qilib qolamiz. Xo'p, aka, video cho'zvormaylik. Men gapirib, men maqtaganmiz. Eng qizig'i narxida bo'ladi. Necha puldan bu? To'roviga bir joyga. Abdullo qarang, oldi qo'shisi yo'q. 8 milliondan yetkazib beramiz. 8 milliondan. Ha, vodiy bo'ylab Toshkentgacha yetkazib beramiz, Abdullo. 8 milliondan vodiy bo'ylab Toshkentgacha yetkazib berasiz. Kami ham bor aka. Abdullo endi holatiga qarab, misol Yaxshi. mayli jicha ko'p emas, jicha xarini qilib beramiz, Abdullo, lekin mana ularni misol plus minusi bo'ladi bular. Tanlab olmasa, u обязательно plus minus bo'ladi. 8 milliondan Optimga kami bor. Kam jichadan xavi bor, ko'p emas, Abdullo. Jinday xavi bor. Hammasini bir joyga olishsa, lekin bitta yakkalab olamiz deysa, hali plus minusi bo'ladi. Egizakda ham so'rasa, hammasidan bor ekan. Ikkita sog'liq olib so'ragan, ikkita sog'liq olaylik, ikkita qo'chqor olib so'ragan, ikkita qo'chqor olaylik. Hammasidan. Qo'chqor sog'liq bolalikdan degan, qo'chqor sog'liq bolaligidan bor ekan akalar mana. Kim olsa ham adashmaydi mana shu qo'ylarni olib, Abdullo. Ha, o'zi. Mana shu ena ham zo'r, bolalar ham yaxshi qo'chqordan qochgan. Bolalarni qarang, o'zi tushgandan o'zi misol bilinadi-da, qanaqa qo'chqordan qochgan. deydi-yu, misol uchun aka, 1 yil boqqan odam misol uchun bu qo'yda yana shunaqa egizakdan bormi deydi qo'ylarda-da. Egizakchi boqqan odam o'zi yaxshi biladi-yu. Men qizig'i mana qo'yda yaxshiligi qayerdan bilinadi? Mana yelini aytyapti, Abdullo. Ha. Yelini ko'rsatyapti. Bolani yaxshi boqadi-da, misol kichkina yelinmas-da, Abdullo. Ular yelini katta ekan haqiqatdan akalar mana. Qiziqqanlarga pastda nomerlar qoldiramiz, aloqaga chiqib ko'rasizlar. 8 million so'm dastakaz vodiy bo'lib Toshkentgacha o'tadigan xonasi ham bor. Bitamtasini ichini ham ochib qo'ying aka endi. Buganda ana Abdullo tishlari marjon ekan aka. Marjon. Qilich Abdullo. Qilich tishlari ana akalar ko'rdilar. Endi 2-3 bolalar aka. Ha, 2-3 tush Abdullo. 2-3 bolalari mana. Tavsiya qilib qolamiz. Bolalarni ajratib berishadi. O'zlarining telefon qilsalar, misol uchun bitta ikkita olganga. Pastga nomerlar qoldiramiz, shu xolasa qo'ylar. Ha, mana shu xolos Abdullo, shashilishsan, hadam kelolmaydi bunaqa qo'ylar, Abdullo. Zakaz qilib ham topisholmaydi kerak bo'lsa bunaqa qo'y. Hurmatli obunachilar, Enalarni ham Vesovoy qo'y. Holatlari yaxshi ekan. Sizlar bilan Abdulloh Usmonov, men Abdulloh bo'ldim. Manzil Farg'ona viloyati Toshloq tuman D.O.T. Tekstilda oldi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.